Assalomu alaykum akalar, sizlar bilan men yana Ronas. Bugun Minecraftda 50 kun survival o'yinimizni 5-kundamiz. Xullas, mana o'sha uy 5-kundamiz, ash bo'y turibdi. Kirganim yo'q. Videoga kirdim. Keyin akalar. Biz 99 ta bo'ldik. 99 ta. Bitta o'g'nash qoldi. Bitta. Ash odam agar yangi bo'lsangiz siz bo'lishingiz mumkin. 100 ta bo'lishi mumkin, bitta qoldi. Bitta podpiska bo'lsa bo'ldi, men 100 ta bo'ladi akalar. Ammo hammaga rahmat oldindan. 99 ta uchun ham. Bo'lmasa videoni boshladik. Mana uyni bitirish kerak bizga, tosh. Nima mana? Ye. Shunchalik to'g'rilarni ham mana shunaqa o'rganmi? Qo'yil. Lekin Minecraft ham sal g'alati bo'lib ketyapti. Ja rivojlanib ketsa ham bo'lmaydigan. Menda nechta tosh bor? Nima 9 ta? Qo'yil. 16 ta mana ekan, deydi. Olamiz. Bizga mana kerak emas. 5 minutes later. Men hozircha shu yetadimi? Nima qilsamki, nima deydi? Toshdan qilsammikan yo hotellarda. Oqdan qilib qo'yaylik. Alohida. Oqqa yaxshimikin, toshdan yaxshimi? Ana oqdan qilib ko'raylikchi. Bitta. Uxadit. Yo'q. Ayyoq. İşçi var değil mi? Mashiga qo'yamiz ham bo'ldi. Mashina ketadi. Mashina. Четкий. Daraxt bor. Yo'q. Bolta. Bitta bolta sog'ish kerak ekan. Bo'ldi. Ya. Oq daraxt. To'g'risi uncha oq daraxtdan uy qurishni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Haligi yoqmaydi. Mash daraxt katalgan ekan bolta. Endi mana qora daraxt, masha xullas doimiy odatiy daraxt yoqadi ko'proq. Vaqtda bittasi yetadi. Uncha ko'p. Bir dona yetadi o'zi. Chotki. Bo'ldi. Endi kelar bitta toshdan qilish kerak. Uzr. Masalan, men o'tgan videoni nima qilayotganini ko'rdim. Sizlar ham o'tgan videoni ko'rganlar bo'lsa, qandaydir ovozim birinchi kelyapti, keyin haligi asha narsa bo'lyapti-da, haligi. Asha ish bo'lishidan oldin ovozim birinchi kelyapti. Bilmadim nimaga unaqa bo'ldi ekan. Bu videoda ham shunaqa bo'lsa bo'ldi endi. Yomon g'alati ovoz qo'yib qo'ygandek tuyulyapti lekin. Shu kech kelyapti.
Ikkita, uchta, to'rtta. Точныйmi, mayt точныйmi? Точный. Masalan, divanni boshqaga ko'chirish kerakmikan? Qayerga ko'chirsak bo'ladi? Menimcha uxlab olgan. Hozir mana shu yerda yaxshi ekanmikan? Mana shu kimda qo'yib ko'raychi. Bo'ldi. 5-kun ham tugadi, 6-kunga qarab ketdik. Yana montaj qilib ko'rishim kerak. Men go'sht ko'p qo'yaman deb turdim. Mana. O'tiladi. Yo, zombini ovozdan tashqari ovoz qanaqa ovoz edi? Bilganlar kommentga yozib olinglar. Qarchi men shunday tosh qilib oladi. Qarchi men nima tugadi? Hozircha shu tosh ketib qoladigan umiddaman. Ne olmasa, g'orgamda qaraylik. Işte. G'or bor-da. 100 tali g'or bor. Qayerda? Mana. Mana shu g'or mana. Nashiddan chiqyapti hamma ovoz. Hamma razil moblarda ovoz shu yerdan chiqyapti. Biz 6-kundamiz. Men qarchi shu g'orga tushaman hozir mana uni yopib olaydi. Chunki nimaga kerak menga? Menga temir kerak, men ferma uchun temir kerak, paqir kerak. Xullas. Tezroq pishsin-da. Balkim mana shu videoni olgunimcha 100 to'ppalarman. Nima dedinglar? Qarchi men bitta kirkasi oladi hozir. Ikkita emas olay. Chepay yasab turib, nahotki bitta cho'pa yasab olmaydi. Nahotki. Yana kirka yetadi. Hozircha yetadi. Menimcha uni tosh qo'yib qo'yganim yaxshi. Ketdi g'orga. Men fonni yasaolmadim. Bo'p.
Bol. Qonni birpas ochdim. Tavba. Jonni nima qilgan holda? Lekin tushamiz. Bu halpa. İskelet hammasi açaq qilaman deydi. 100 tane javob beraman. Bula mo'bam tiqilgan ekan. Ha go'sht yeydi. Bitta pachag'i chiqar. Kel. Kel haramu. Menimcha lekin mo'b tiqilgan. Давай, Филипп, давай. О, четкий. Leganli ber tugamadi. Düşmüyor mu? Ölüp gitsem-chi. Olta bilan tushaman. Kel. Aytdim-ku. Al milalu milal haq, qasam halqmaq. Kel. Haramallah. Qo'limizga kerak narsalar olma, ya'ni go'sht. Nega bet og'ir emas? Savol. Yana shuncha chiqqanim. Yo'tingga tiqding. Qarama. Hammaydi. Haligi hozir shu joyda yurganimni esimga tushib bitta bratni nimasi komment esimga tushib ketdi. Qanaqadir hozir esimda yo'q. Agar ko'rayotgan bo'lsa nima qiladi? Nima desa bo'ladi? Qanaqadir modma shunaqa bor ekan, shunda o'ynang deyapti. Nima desa bo'ladi? Bitta o'lganingizdan qaytib tirilmaysiz deyapti. Shundan keyingi nimada o'ynab ko'rsam, keyin yana boshqa survival qilganda. Nima deysizlar? Mol bo'laylar. Hamma tekizlab chiqdim men. Temir, ben bu yerda hech bola yo'q edi. Tushganim bilan. Nimadir. Uy, qaram. Eshigim ochiq qolgan ekan. Bitta zo'r nimani o'ldirdi? Xullas, uxladim. Nima bo'lsa ham. To'g'ri, qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin tugadi. Yaxshi qolinglar. Va aytganimda 100 taga bitta qoldi. Albatta obuna bo'linglar.